Chupa-chups, doimiy xursandchilik. Kema shiddatli bo'ron ichida tebranardi. Ulkan to'lqinlar palubani yuvib ketay deydi. Kema ag'darilish arafasida. Bir dengizchi panjara tutqichini mahkam ushlab, suvga qulab tushmaslikka harakat qilmoqda. To'satdan baland bir ovozni eshitadi. Kabellardan biri uzilib ketgan. Shu payt dengizchi yelkasiga kimdir qo'l qo'yadi. U qo'rqib orqasiga o'girilib qarasa, kemadoshlaridan biri. Do'sti kemaning old tomoniga ishora qiladi. Lekin bo'ron gumburi tovushlardan ustun kelardi. Buni tuzatishimiz kerak, deb ikkinchi dengizchi kemaning burun tomoniga yo'l oladi. Dengizchi uzilgan kabelni ta'mirlashga tushadi. Biroq birdaniga sherigining qo'llari pastga tushib ketadi. U harakatsiz qotib qolgan. Ko'zlarida dahshat aks etardi. Dengizchi ham orqaga o'giriladi va dengiz tubidan ulkan tentakl, kalmar, 8 oyoq qo'li ko'tarilayotganini ko'radi. Bu ulkan a'zo shu qadar yirik ediki, u faqat hayratdan qotib qoladi. Faqat tentakl shiddat bilan kemaga urilganida o'zini chetga tashlab qochishga ulguradi. Ammo do'sti joyidan qimirlamaydi. Bir lahzadan so'ng yana boshqa tentakl paydo bo'ladi. Kemani ura boshlaydi. Birdan qochishga uringan dengizchi palubadan uchib ketadi va o'zini singan yog'och bo'laklari ustidan topadi. U hushiga kelganida vaziyat o'zgarmagan. Yirtqich hali ham hujum qilmoqda. Dengizchi og'riqqa qaramay singan yog'och bo'lagini oladi va yaqindagi tentaklga sanchadi. Dengiz uzra ulkan faryod eshitiladi va tentakllar harakatsiz bo'lib suvga sho'ng'ib ketadi. Lekin bu tinchlik uzoqqa bormaydi. Suv yuzasida ulkan narsa paydo bo'ladi. Bu dengizchining ko'rgan eng katta kalmari edi. 1000 metrdan ham uzun bo'lishi mumkin. Avval u ko'rgan tentakllar faqat bu bahaybad mavjudotning kichik bir qismi edi. U yana gumburlab qichqiradi va butun kemani quchoqlab suvga torta boshlaydi. Dengizchi o'zini pastga tashlab ko'zlarini yumadi va butun kema dengiz tubiga g'arq bo'ladi. Dengizchi nafas rostlab suv yuzasiga qaytadi. U yolg'iz edi. Okean o'rtasida bo'ron ichida. Suvda yana kalmar paydo bo'ladi. U ulkan ko'zlari bilan dengizchiga qaraydi va uni ushlab yemoqchi bo'ladi. Biroq ayni shu payt gumburlagan portlash eshitiladi. Kalmar qattiq zarba oladi va dengizchi bilan birga hayratda qolib, nima uni urganini qidira boshlaydi. Bu shunchaki oddiy kema emas edi. U suv ostidan asta ko'tarilayotgan jangovar kema edi va u bu g'ayrioddiy yirtqichga qarshi o'q uza boshlaydi. Kalmar dengizchini tashlab yana dushman tomonga harakatlanadi. Bu haqiqiy jang edi. Dengizchi nima sodir bo'layotganini tushunmasa ham, SCP boshqarmasi uchun bu hol notanish emas edi. Bu navbatdagi SCP-2846 hodisasi edi va bu kalmar va dengizchi nomi bilan ham tanilgan. Videoni boshlashdan oldin sizlardan bir iltimos, SCP videolari ko'proq tarqalishiga o'z hissangizni qo'shing. Eng yaxshi yordam obuna bo'lish va videoga like bosish. Bu bizga yanada ko'proq SCP anomaliyalarini chiqarishga motivatsiya beradi. Endi esa videoga qaytamiz. SCP-2846 bu G'arbiy Atlantika hududida sodir bo'ladigan g'ayrioddiy hodisalar to'plamiga berilgan nom. Ushbu hodisalar SCP-2846A va SCP-2846B deb nomlangan ikki obyekt o'rtasidagi to'qnashuvlardan iborat. SCP-2846A ulkan suv osti mavjudoti bo'lib, kalmarga o'xshash. Biroq hozircha aniqlangan birorta jonzot ham bunday hajmga yaqinlasha olmagan. Tadqiqotchilar uning uzunligi kamida 950 metr deb baholashgan. Bu maxluq chuqur suvli hududlarda, ayniqsa bo'ronlar vaqtida paydo bo'lib, savdo va sanoat kemalariga hujum qiladi. Ushbu hujumlar hech qanday tartib yoki rejaga ega emas. Ular birdan boshlanadi va agar oldi olinmasa, hujum qilingan kemaning to'liq yo'q bo'lishiga olib keladi. Bu hujumlarni to'xtatishga harakat qiladigan SCP-2846B, ya'ni sirli harbiy kema. Hozirgi shaklida u Pensilvaniya klassidagi super Dreadnought jangovar kemasiga o'xshaydi, ammo fotosuratlarda xira yoki tumanli ko'rinadi. Guvohlar uni xayoliy yoki tutun ichida turgan deb tasvirlashadi.
Ushbu kema SCP-2846A hodisasi sodir bo'layotgan joyda suv tubidan chiqib keladi va yirtqichga qarata o't ochadi. Shu bilan ikkalasi o'rtasida dahshatli jang boshlanadi. Bu to'qnashuv SCP-2846A qimirlamay olmaydigan yoki butunlay yo'q qilinadigan holatga kelgunga qadar davom etadi. Nihoyat, u dengiz tubiga cho'kadi. Ortidan sirli kema ham suvga g'arq bo'lib g'oyib bo'ladi. SCP-2846A ming yillardan beri mavjud bo'lishi mumkin. Hatto undan ham qadimiy ekani taxmin qilinadi. Bu mavjudot haqidagi eng qadimgi yozuvlar 13-asr Islandiya sagalarida uchraydi. Biroq SCP fondi uni 1905-yilda qayd etgan. Admiral Reginald von Allen ushbu maxluqni suv yuzasiga chiqqan holda kuzatgan. U hatto tentakllar kitni o'rab olganini ko'rgan. Oradan ko'p o'tmay, dengiz tubidan eski jangovar kema ham paydo bo'lib, yirtqich bilan jang boshlagan. 1935-yilda esa sirli kema SCP Hildegard yaqinida paydo bo'ladi va bu safar aynan u birinchi bo'lib aloqa o'rnatishga harakat qiladi. SCP-2846B kemasidagi ekipaj a'zolaridan ba'zilari miloddan avvalgi 915-yilgacha bo'lgan shaxslar. Fond kema bortiga chiqib, kapitan Levi Hanson bilan suhbatlashadi. SCP-2846B1 o'zini David Thomas Jones Britaniya qirollik floti a'zosi deb tanishtiradi va 300 yil oldin kemasi xuddi SCP-2846A ga o'xshash yirtqich tomonidan cho'ktirilganini aytadi. Jonzot tomonidan suvga cho'ktirilgandan so'ng u o'zini sirli sohilda topgan. U yerda esa u o'zini Kalipso dengiz sehrgari deb tanishtirgan ayol bilan uchrashgan. Kalipso unga okean tubida yirtqich leviatanlar saqlanayotgan chuqur borligini, lekin vaqt o'tishi bilan uning muhrlari zaiflashib borayotganini tushuntirgan. Ularning biri qochib eng xavfli dengiz maxluqiga, krakenga aylangan. Kalipso bu mavjudot butunlay ozod bo'lishdan va qolgan yirtqichlarni ham ozod qilishdan qo'rqqan. Agar bu sodir bo'lsa, insoniyat uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi aniq edi. Kalipso Jones va uning ekipajidan SCP-2846A ni abadiy ta'qib qilishni so'raydi. Buning evaziga esa ularga o'lmaslik hadya qiladi. Jones bu bitimni qabul qiladi va shu kundan boshlab anomal mavjudot bilan tugamaydigan jang boshlanib ketadi. Oradan yillar o'tib, SCP-2846A yanada ulkan va kuchli bo'lib borayotgan edi. Jones va uning odamlarida o'lim yo'q edi, ammo agar ular yirtqichni ushlab tura olmasalar, ko'plab begunoh odamlar halok bo'lishi aniq edi. Shuning uchun u SCP fondidan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Unga kattaroq kema kerak edi. Fond Jones va uning jamoasi missiyasini davom ettirish muhimligini tushunib yetadi. Shuning uchun AQSh harbiy dengiz flotiga qarashli Pensilvaniya klassidagi Super Dreadnought jangovar kema USS Montanani fond nazoratiga oldi. Kema Kubadagi maxsus dengiz bazasidan 15 kilometr uzoqlikda suvga g'arq qilindi. Oradan 30 soat o'tib, kema suvdan qayta yuzaga chiqadi. Endi esa u bundan ham kuchliroq va yaxshiroq qurollangan edi. Shu bilan birga SCP-2846B nazorat ostida bo'lishi uchun kemaga portlovchi qurilma o'rnatiladi. Agar ular fond yoki boshqa insoniyatga tahdid qilsa, kema butunlay yo'q qilinishi mumkin. 2013-yilda SCP-2846A ga maxsus kuzatuv moslamasi o'rnatiladi. Natijada Atlantika okeanining tubida, Florida g'arbidagi 1300 dengiz mili uzoqligida g'alati bir chuqurlik aniqlandi. Bu joyda ulkan temir plita yotardi va SCP-2846A doim shu yerga qaytib kelganini kuzatilgan. U atrofdagi toshlarni tozalash bilan band edi va tez orada butunlay ochilishi mumkin edi. Mutaxassislar bu plitaning ostida nima borligini bilishmaydi. Biroq atrofdagi harorat 4000 gradus Selsiyadan oshib ketganligi aniqlandi. Agar SCP-2846A u yerdan nimanidir ozod qilsa, bu insoniyat uchun juda xatarli apokalipsis, ya'ni butun dunyoni yo'q qilishi mumkin bo'lgan xavf bo'ladi. 2014-yilda SCP Pristine kemasi SCP-2846A ni ta'qib qilish chog'ida SCP-2846B ga hujum boshlash signali berdi. Ammo birdan noma'lum kuch tomonidan zarba berildi. Dahshatli holat yuz berdi. Kemaning ostida juda ko'p ko'zlar paydo bo'la boshladi. Yo'q, bu SCP-2846A emas edi.
Sun'iy yo'ldosh tasvirlarida ulkan noma'lum mavjudot SCP-Pristine ostida turganini ko'rinadi. Kema yana zarba oladi. U cho'ka boshlaydi. Ekipaj kemani tark etishga majbur bo'ladi. Atrofdagi boshqa SCP kemalari sirli mavjudotga qarata o't ochadi. Bu mavjudot yana tubsiz okeanga g'arq bo'ladi. Biroq bu voqea SCP fondidagi ko'plab olimlarni vahimaga soladi. Agar SCP-2846-A haqiqatdan ham yana bir aka yoki ukasini ozod qilgan bo'lsa, bu jang allaqachon yutqazilgan bo'lishi mumkin. SCP-2846-A Keter klassiga tasniflangan. Agar u yana paydo bo'lsa, qopqoq uchuvchilar nomli Tau-11 maxsus guruhi SCPC Nikolay kemasida bo'lishi va SCP-2846-B ekipaji bilan aloqa o'rnatish shart. Tau-11 ning asosiy vazifasi fuqarolarni SCP-2846-A hodisasidan uzoqlashtirish va uchragan odamlarning xotirasini o'chirish. SCPC Nikolay kapitani SCP-2846-A ga qarata o't ochish huquqiga ega. Agar SCP-2846-B g'azabga minsa, uning bortidagi portlovchi qurilma ishga tushadi. Lekin SCP-Pristine hujumi shuni ko'rsatmoqda-ki, SCP-2846-A yolg'iz emas, ehtimol dunyoga haqiqiy ofat yaqinlashib kelmoqda. Endi borib Dr. Bobning fayllaridan yana bir voqeasini tomosha qiling va biz ungacha SCP-ni boshqa fayllarni siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.